Dunyoda erkak kishiga eng yoqadigan 6 ta narsa saralganda, birinchisi ayol aytilingan. Astagfirullah. Zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiri al-muqantarati min-adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harf. Odamlarga ayollardan, bolalardan, to'p-to'p tillo va kumushdan, go'zal otlardan, chorvadan, ekin-tikindan iborat shahvatlarni muhabbati zinatlandi. Zinatli bo'ldi. Mana shu narsalar ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Keng hovli, chiroyli mashina, to'p-to'p oltin kumush, ayollar. Demak, mana shu oyatda insonda nafsi ishtaha qiladigan va uni ko'rganda lazzatlanadigan ne'matlar aytildi. Mana avvalida erkaklarni jannatga targ'ib qiladigan, ular yaxshi ko'radigan narsalarning eng birinchisi aytilganda ayol aytildi. Shuning uchun erkak kishi shu bir ayolga yetishligi uchun o'zini molini sarflaydi. O'zini haromada bo'lishligi uchun qanaqa sarf-xarajat bo'lsa hammasini qiladi. Chunki dunyoda erkaklar qo'lga kiritadigan eng yaxshi ne'mat, eng yaxshi mato bu solih ayol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya mata'un va khayru mata'id dunya al-mar'atus soliha." Bu dunyo mato. Uy, mashina, telefon, dunyo mato. Dunyo matohdan iborat. Endi mana shu matohning eng yaxshisi solih ayol deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.